Hurmatli otaxonlar va onaxonlar, qadrli vatandoshlar, siz buni eshitganingizda balki sevinasiz, balki esa yuragingiz orqaga ketadi. 2025-yil 1 mart kunidan boshlab O'zbekistonda nafaqa tayinlashning batamom yangi tartibi ishga tushirildi. Sizga endi nafaqa uchun ariza yozishingizga hojat yo'q, navbatda turishingizga hojat yo'q, arxivlardan hujjat yig'ishingizga hojat yo'q. Siz 60 yoshga to'lganingizdayoq yoki siz onaxon bo'lsangiz 55 yoshga to'lganingizdayoq pensiya jamg'armasining o'zi hamma ma'lumotlarni elektron bazalardan olib sizga nafaqa tayinlaydi va o'sha kunning o'zida sizga xabar yuboradi. Bu proaktiv, ya'ni avtomatik tayinlash tizimi deb ataladi. Prezidentimiz bu tizimni 2025-yil 2 iyun kuni tasdiqlagan 91 raqamli farmon bilan rasman qonunlashtirdi va fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga yangi modda 43.1 modda qo'shildi. Uning nomi aynan shunday: fuqaroning murojaatni talab qilmagan holda proaktiv tarzda nafaqa tayinlash tartibi. Bu juda yaxshi yangilik, bu zamonaviy, bu Yevropa davlatlari darajasidagi tizim. Lekin aziz vatandoshlar, bu tizimda bir juda katta tuzoq bor va bu tuzoq aynan sizga o'z umringizning oltin yillarini kolxoz va sovxozlarda, paxta dalalarida, tog' kon sanoatida, qishloq maktablarida va qishloq kasalxonalarida o'tkazgan sizga tegishli. Chunki avtomatik tizim faqat o'zi ko'rgan ma'lumotlarni hisobga oladi. Agar sizning ish stajingiz 2005-yilgacha kolxozda o'tgan bo'lsa, agar arxiv hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, agar kolxoz raisi o'z vaqtida hujjatlarni arxivga topshirmagan bo'lsa yoki ish beruvchi sizning ish shartnomangizni elektron tizimga kiritmagan bo'lsa, kompyuter sizni ko'rmaydi. Kompyuter uchun siz ishlamagansiz va natijada sizga chin nafaqangizdan 2 barobar, ba'zan 3 barobar kam pul tayinlanadi. 40 yil ishlaganingiz 18 yilga aylanib qoladi. Sizga bu haqida hech kim aytmaydi. Siz bu haqida o'zingiz bilishingiz kerak. Va sizga juda muhim bir muddat berilgan. Faqat 10 kun. Shu 10 kunda siz nima qilishingiz kerakligini men sizga bugun oxirigacha tushuntirib beraman. Shu rolik oxirigacha qarang, chunki bu sizning pensiyangiz, bu sizning butun qarilikdagi farovonligingiz haqida. Aziz otaxonlar va onaxonlar, bir daqiqa esingizga oling, siz yoshligingizda qanday mehnat qilgansiz? Siz paxta dalalarida quyosh tikkaga kelganda toblay kutib o'tmasdan egilib paxta tergansiz. Siz kolxoz hosilini terim mashinasi yetishmagani uchun qo'lda yiqqansiz. Siz tongdan yarim tungacha suruv boqqansiz. Sigir soqqansiz, tut qurti boqqansiz. Siz tog' konlarida chang va gaz ichida ishlagansiz. Sizning upkalaringizga silikoz o'rnashgan, lekin siz mehnatingizni to'xtatmagansiz. Siz qishloq maktablarida chirog'i yo'q sinfxonalarda bolalarga ilm bergansiz, o'z pulingizga borg olib bergansiz. Siz qishloq kasalxonasida tong otguncha to'lg'oqda yotgan ayolning yonida turgansiz. Siz bu mamlakatni o'z qo'lingiz bilan qurgansiz va endi 65-70 yoshga to'lganingizda kompyuter sizga aytadi: sizning stajingiz 18 yil, sizning nafaqangiz 918 ming so'm. 22 yil qayerga ketdi deysiz. Kolxoz raisimiz o'lgan, hujjatlarni arxivga topshirmagan deyishadi. Kolxozimiz tarqalgan, rasmiy idoramiz yo'q deyishadi. Arxiv yongan deyishadi, elektron bazada ma'lumotlar yo'q deyishadi va shu 22 yil mehnatingiz bir soniyada yo'qoladi. Bu adolatdanmi, bu to'g'rilikmi? Oliy Majlisning deputatlari ham bu adolatsizlikni ko'rib turibdi. Ular vazir aynan shu masala bo'yicha qonunga o'zgartirishlar kiritish haqida ishlamoqda. Chunki kolxozchilar va qishloq xo'jaligi xodimlari butun umr mehnat qilgandan keyin arxiv yo'qligi uchun jabr ko'rib yurishganlari bu mamlakat adolatsizligining eng katta yarasi bo'lib qolmoqda. Shuning uchun iltimos, bu rolikning oxirida kommentariylarda yozing. Sizning qancha yil ish stajingiz bor? Qayerda ishlagansiz va nafaqangizga qancha staj hisobga olingan? Bu ma'lumotlar juda kerak. Biz buni Oliy Majlis deputatlariga yetkazamiz. Biz bu masalani ommaviylashtiramiz. Biz birgalikda bu adolatsizlikka qarshi kurashamiz. Siz qancha kam nafaqa olayotganingizni yozing. Sizning pensiyangiz 918 ming so'm. Bu pul bilan nima xarid qilish mumkin hozirgi narxlarda? Bir pachka yog', bir necha kilo et, bir dori darmon qutisi, bir kommunal to'lov tugadi. Sizning nevarangizga bir o'yinchoq olish ham imkonsiz. Bir kuni bog'chadan
невара келип айтады, буви маалладаги бошка болаларнын бувилари уларга мевалар олуп беришади, нима үчүн сиз олмайсыз? Ва сиз көз жошуңузду яширишиңиз, унга бир жолгон уйлап айтышыңыз керек. Бу 40 yıl менат кылган инсондун айотуни. Юк, бу 40 yıl менаттын адолатсыз эваздыр. Ва биз буну бирге өзгөртөбүз. Бирор ким жолгуз узи бундай адолатсыздыкка каршы тура болмайды. Лекин биз миңдеп булуп биргеликте турсак, овозимиз эшитилadi. Бу жерде сизге бир оз өзүмдү тааныштырай. Менин исмим Рустам Нуриддинов. Мен юристман, адвокатман. Узак жылдардан бери Өзбекистан фукараларынын, айныкса нафакахорларынын укукларын imoya кылып келемин. Мен бу каналымда сизге мамлакатыбыздагы барча yangi конунлар, барча yangi президент фармонлары, барча yangi тартип койдаларны одди тушунарлы тилде тушунтуруп беремин. Чүнки билиш бу күч, билиш бу пул, билиш бу урмат. Агар сиз өз укугуңузду билмесеңиз, сизге эч ким уну өз колу менен алып келип бермейди. Бу мамлакатта ар бир имтиёз, ар бир нафака, ар бир акыңыз факат ва факат сиз талап кылганыңызда, сиз ариза жазганыңызда, сиз ужатларны топшырганыңызда берилadi. Шунун үчүн илтимос өзүрөк канал тагиде обуна болуш тугмасыны босуң, куңгурокча тугмасыны босуң. Шунда биз чыгаргач ар бир yangi ролик сизге жетип барады. Лайк босушуну ham унутмаң. Бу менин ишимни рагбатлантырады ва бошка отахон онахонларга ham бу маалымат жетип боришу үчүн YouTube алгоритмига жардам берadi. Ва эң муими бу роликни өз ойла азоларыңыз, кошниларыңыз, дустарыңыз билан бөлүшүң. Чүнки бу жерде айтылып өткөн гаплар факат сизге эмес, бутун маваллаңызга, бутун кышлогуңузга, бутун хонадонуңузга тегишлүү. Мана энди тарихка бир оз кайтайлык. Совет Иттифакы даврында кандай эди? Siz 60 yoshga to'ldingiz, siz 25 yil ish staji to'pladingiz, siz o'z mehnat daftaringizni oldingiz, mavallar raisi sizni taniydi va imzo qo'yadi, siz shaxsiy hujjatingiz va mehnat daftaringiz bilan Sobes degan idoraga borasiz, u yerda sizning qog'ozlaringizni ko'rib chiqishadi va bir oy ichida sizga nafaqa tayinlangan bo'ladi. Mustaqillikning birinchi yillarida ham shu tartib davom etdi. Ish daftari bor, mavallaning tasdig'i bor, ishxona tilxati bor, nafaqangiz tayyor. Lekin o'sha yillardan buyon 20-30 yil o'tdi. Arxivlar yo'qoldi, kolxozlar tarqaldi, zavodlar yopildi, sovxozlar tugatildi, mavalla raislari almashdi, hujjatlar yondi, chiridi, yo'qoldi. Va mana endi raqamli davr keldi, elektron trudovay kitob keldi, yagona milliy mehnat tizimi, qisqartmasi yagona milliy mehnat tizimi keldi. Bu tizimda mehnat shartnomalari ro'yxatdan o'tkaziladi, ishchining shaxsiy identifikatsiya raqami INPS deb nomlanayotgan shaxsiy jamg'arma pensiya счёты raqami avtomatik ravishda kiritiladi. Bu zamonaviy, bu yaxshi, bu Yevropa standarti. Lekin bu tizimda kolxozchilari yo'q, bu tizimda sovxozchilari yo'q, bu tizimda yopilgan zavod ishchilari yo'q, bu tizimda sovetlar davri qishloq o'qituvchilari yo'q. Chunki ularning hujjatlari raqamlashtirilmagan, chunki ularning ishxonalari mavjud emas, chunki ularning ish daftarlarini hech kim elektron bazaga ko'chirmagan. Natijada nima bo'lmoqda? Shaharda keyingi 20 yilda muhandis bo'lib ishlagan bir inson uchun proaktiv tizim a'lo darajada ishlaydi. Kompyuter uning butun stajini 1 sekundda hisoblaydi. Uning o'rtacha maoshini olib, unga tegishli nafaqani belgilaydi, hammasi bir kunda bitadi. Lekin qishloqda yoshligidan kolxozda ishlagan otaxon uchun esa tuzoq. Endi keling qonunning o'ziga qaraylik, chunki bu har bir inson bilishi kerak bo'lgan ma'lumot. Qonunning to'la nomi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun. Yangi moddaning nomi 43.1lik. Bu modda fuqaroning murojaatini talab qilmagan holda proaktiv tarzda nafaqa tayinlash tartibi deb ataladi. Bu modda qonunga 2025-yil may oyida prezidentimiz tomonidan imzolangan farmon bilan kiritildi. Bu qanday ishlaydi? Siz erkak bo'lsangiz, 60 yoshga to'lganingiz kunda, yoki siz ayol bo'lsangiz 55 yoshga to'lganingiz kunda, pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmasi avtomatik ravishda sizning shaxsingizni yagona milliy mehnat tizimidan, elektron trudovay kitob tizimidan shaxsiy identifikatsiya raqamingiz orqali qidiradi. Sizning butun ish tarixingizni topadi, sizning har bir ish joyingizdan olgan maoshlaringizni topadi, o'rtacha maoshingizni hisoblaydi va shu maosh asosida sizga nafaqa tayinlaydi.
Agar tizim mamma ma'lumotlarni topsa, o'sha kunning o'zida sizga xabar keladi, sizga shuncha miqdorda nafaqa tayinlandi, birinchi to'lov falon sanada xabar sizning shaxsiy kabinetingizga va telefoningizga yuboriladi. Mammasi a'lo. Lekin agar tizim ma'lumotlarni topa olmasa, sizga rad etish haqida xabar yuboriladi. Unda nima uchun rad etilgani va qanday shikoyat qilishingiz kerakligi yoziladi. Endi e'tibor bering, bu juda muhim. Qonun aytadi, 2005-yil 1 yanvardan oldingi ish stajingiz sizning ish daftaringizdagi yozuvlar asosida hech qanday qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat talab qilinmagan holda hisobga olinishi kerak. Bu qonunda yozilgan. Lekin amalda nima bo'ladi? Sizning qog'oz ish daftaringizda yozuvlar bor, lekin elektron bazada ular yo'q. Chunki sizning kolxozingiz 10 yil oldin tarqalgan, hujjatlar arxivga topshirilmagan, biror kim ham bu ma'lumotlarni elektron bazaga kiritmagan. Kompyuter ko'radi. 12 yil ish daftarida yozilgan, lekin elektron tizimda tasdig'i yo'q. Kompyuter bu yillarni hisobga olmaydi yoki maoshsiz hisobga oladi. Va eng yomoni, qonunda sizga o'z huquqingizni himoya qilish uchun bor yo'g'i 10 kun muhlat beriladi. 10 kun nafaqa tayinlanganligi haqidagi xabarni olgan kundan boshlab. Shu 10 kun ichida siz yozma ravishda avtomatik tayinlangan nafaqadan voz kechishingiz va qo'ldan ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Agar siz bu muhlatni o'tkazib yuborsangiz, nafaqangiz o'sha avtomatik hisoblangan miqdorda qoladi. Uni keyin o'zgartirish faqat va faqat sud orqali bo'ladi. Va agar pensiya jamg'armasi sizga ortiqcha to'lov qilgan deb hisoblasa, bu ortiqcha to'lovni ham faqat sud orqali undirishi mumkin. Bu ham qonunda yozilgan. Bu sizning himoyali tomoningiz. Endi men sizga yuristning 5 qadamini aytib beraman. Bu 5 qadam bu sizning nafaqangizni 2 barobar, ba'zan 3 barobar oshirishingizga yordam beradi. Birinchi qadam, siz 60 yoshga to'lgan kunning o'zida yoki 55 yoshga to'lgan kunning o'zida balki ertasiga telefoningizdan yoki uyingizdagi kompyuterdan yagona davlat xizmatlari portaliga kirib yoki yaqin joydagi davlat xizmatlari markaziga borib nafaqa tayinlanganligi haqidagi xabarni oling. Bu xabarda qancha miqdorda nafaqa tayinlanganligi, qancha yil ish staji hisobga olinganligi, qanday o'rtacha maosh baza sifatida olinganligi yoziladi. Bu xabarning bir nusxasini o'zingizga oling. Agar siz kompyuterni bilmasangiz, bolangizga, nevarangizga yoki mahalladagi yosh yigitga aytib qildiring. Bu hujjat sizning asosiy dalilingiz. Ikkinchi qadam. Uyga kelib o'z qog'oz ish daftaringizni oling va solishtiring. Ish daftaringizda qancha yil ish staji yozilgan va pensiya jamg'armasi xabarida qancha yil hisobga olingan. Agar farq bor bo'lsa, hattoki 1 yil, hattoki 6 oy sizda faqat 10 kun muhlat bor. Darhol yozma ariza tayyorlang. Men falon falonovchi, falon tuman, falon mahalla fuqarosi proaktiv tartibda tayinlangan nafaqadan voz kechaman va ariza bilan murojaat qilib tayinlanishini so'rayman. Arizani 2 nusxada yozing va uni davlat xizmatlari markaziga yoki bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmasiga topshiring. Bitta nusxada ular qabul qildik degan muhr qo'yib qaytarib bersin. Bu muhr sizning dalilingiz busiz bo'lmaydi. Uchinchi qadam. Barcha dalillarni to'plang. Qog'oz ish daftaringizning asl nusxasini oling. Ish joylaringizdan agar ular hali mavjud bo'lsa, maosh haqida arxiv ma'lumotnomalari oling. Kolxoz yoki sovxoz yopilgan bo'lsa, tuman arxiviga boring. Shirkat xo'jaligi tugatilgan bo'lsa, tuman statistika boshqarmasidan ma'lumot so'rang. Agar siz armiyada xizmat qilgan bo'lsangiz, harbiy xizmat guvohnomasini olib keling, chunki armiya yillari ham stajga kiradi. Agar siz ona bo'lsangiz va bolalaringizni boqqansiz, bolalaringizning tug'ilish haqidagi guvohnomalarini oling, chunki bola boqish yillari ham stajga kiradi. Agar siz nogironlikda bo'lgansiz, tibbiy sotsial ekspertiza komissiyasining hujjatini oling. To'rtinchi qadam. Barcha to'plangan hujjatlar bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'linmasiga boring va nafaqangizni qayta hisobga olish haqida ariza yozing. Arizani albatta 2 nusxada yozing, bir nusxada qabul qilindi muhri bo'lsin. Javob qonun bo'yicha 10 kun ichida kelishi kerak. Agar sizga rad javobi kelsa yoki umuman javob kelmasa, endi shikoyat qilish yo'li boshlanadi. Birinchi pog'ona pensiya jamg'armasining markaziy boshqarmasi, ikkinchi pog'ona Adliya vazirligi, uchinchi pog'ona Oliy Majlis huzuridagi inson huquqlari bo'yicha vakolatli vakil, ya'ni ombudsman,
Har bir pog'onada qonun 10 kun mulat belgilagan. Bu mulatdan keyin javob bo'lmasa, keyingi pog'onaga shikoyat bilan murojaat qilish huquqingiz bor. 5-qadam eng oxirgi, lekin eng kuchli vosita sud. Qonun aniq va o'z so'zi bilan aytadi. Pensiya jamg'armasining qarorlari tuman yoki shahar sudiga shikoyat qilish orqali bekor qilinishi mumkin. Sudga borish uchun sizga advokat kerak bo'ladi. Kam ta'minlangan fuqarolar uchun davlat to'rovlar, fuqarolar uchun davlat tomonidan tekin huquqiy yordam ko'rsatish tizimi mavjud. Bu xizmatni advokatlar palatasi orqali olish mumkin. Sudga borishdan qo'rqmang, chunki bu sizning qonuniy huquqingiz va shu 5 qadam ichida aynan sud ko'pincha eng adolatli qarorni beradi. Mana aziz vatandoshlar, men sizga bugun eng muhim, eng hayotiy ma'lumotni aytib berdim. Xulosa oddiy, proaktiv, ya'ni avtomatik tarzda nafaqa tayinlash. Bu yaxshilik, bu zamonaviy tizim, lekin u faqat va faqat shahardagi keyingi 20 yilda rasmiy ishda ishlagan fuqarolar uchun yaxshi ishlaydi. Siz uchun o'z umringizni kolxozlarda, sovxozlarda, shaxtalarda, yopilib ketgan zavodlarda, davriy qishloq maktablarida va qishloq kasalxonalarida o'tkazgan siz uchun bu tizim bir tuzoqdir. Va bu tuzoqdan chiqib ketishning yagona yo'li qonunni bilish, o'z huquqingizni talab qilish, 10 kunlik muhlatni o'tkazib yubormaslik va zarur bo'lganida oxirigacha, hatto sudgacha borishingizdir. 40 yil mehnatingiz 18 yilga aylanib qolgani bu qonuniy emas, bu adolatsiz va bu o'zgartirilishi mumkin. Siz bu mamlakatni o'z qo'lingiz bilan qurgansiz, sizning qancha mehnat qilganingizni hech bir arxiv, hech bir kompyuter chiqarib tashlay olmaydi. Iltimos, bu rolikni o'z bolalaringizga, nevarangizga, qo'shnilaringizga, mavallangizdagi otaxon, onaxonlarga ko'rsating. Kommentariylarda yozing, siz qayerda ishlagansiz, qancha yil ish stajingiz bor, nafaqangiz qancha va pensiya jamg'armasi sizga qanday staj hisobga olgan. Sizning har bir so'zingiz bu mamlakatdagi adolat uchun kurashda muhim. Like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosing, shunda men sizga har bir yangi qonun, har bir yangi prezident farmoni, har bir yangi imtiyoz haqida birinchilardan bo'lib aytib beraman. Men Rustam Nuriddinov, bu qonuniy nafaqa kanali. Sog' salomat bo'ling, uzoq umr ko'ring, huquqingizni himoya qilishni unutmang. Keyingi rolikda ko'rishguncha. Xayr.